Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, obunachilar. Mana bugun 15-noyabr holatidagi g'ishtlarimiz mana yuklanib, xudo xolisa ertalabda Beshariq tumaniga tashlab kiradi. Kimga xuddi shunday g'ishtlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Vodiy bo'ylab yetkazib beramiz. G'ishtlarimiz yaqindan o'zini jivoy ko'raman deganlarga bugungi holatda Beshariq tumaniga, Shahrixon tumaniga, Quva tumaniga, keyin yana bitta mashinamiz To'raqo'rg'on tumaniga yetkazib berdik. Mana xudo xolisa mashinalarimiz g'ishtlarini tashlab kelib, mana ochirtga turibdi. Joyidan olib ketsam bo'ladimi deganlarga bemalol hozir yana mashinalar qaytib keladi, Kamazlarda havolar qaytib keladi. O'shalardan keyin tegadigan variant bo'lsa, shunda bemalol ochirt bo'yicha olishlaring mumkin. Ochirt bo'ladi doim. Pishgan g'ishtimizni Farg'ona viloyati Bog'dod tumanidagi narxi joyida 750 so'm, dastavkasi alohida kelishilgan holda. Xom g'ishtimiz ozgina sovuq tushgani hisobiga sekinlagan, sotuv bo'lgan taqdirda ham hozircha sotilgani yo'q. G'isht qurug'i bo'lsa joyida 450 so'm bo'lyapti. Kimga shunday pishgan g'isht, xom g'ishtlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Pishgan g'ishtimizni butun vodiy bo'ylab xom g'ishtlarimizni Bog'dod, Rishton, Oltiariq tumanlarigacha yetkazib berishimiz mumkin. Hozir bu yerda ko'rinib turgan mashinalardan tashqari shom paytigacha mashinalar yana qaytib keladi. Kelib ochirtga qo'yadi. Ortiqcha g'isht bo'lmaydi. Ertaga kelib turib olib ketishdi, primoy olib ketishdi. Hozircha iloji yo'q. Olib ketishda iloji bor, faqatgina bir kun oldin. Ertaga mashinani qo'ysa, ertadan keyinga bemalol g'ishtni olib ketsa bo'ladi. Mana g'ishtlarimizni yaqindagi holati. Kimga shunday g'ishtlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Butun vodiy bo'ylab yetkazib beramiz.